Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'zi mana smenani qanday o'tish kerakligini ko'rsataman. Bismillah. Mana buni bosib, mana bu odamcha bitta bosib kartani tiqishga ochib olamiz. Keyin kartani bunday qilib tiqiladi mana taxografga. Chip karta. Chip karta mana shunday quyilgandan keyin tiqiladi bunday qilib. Mana 13:51 1:43 smena yopilgan. Ruchnoy vod qilinadi. Da, okey, yana okey deb bosib 13:51 da ochdik. Начало strana Germaniya, okey bosamiz. Bo'ldi. Endi buni biroz kutib turamiz. Mana shu kravatcha to'lguncha. Mana kravatcha ham to'ldi, mana bu to'ldi. Mana endi malatokcha rejimiga qo'yamiz. Mana bunday qilib. Malatokcha rejimiga qo'ygandan keyin 12 soat 10 minut dam oldim. 12 soat 10 minut dam oldim. Pauzada turdim. Endi hozir malatokchaga qo'ygandan keyin chamasi bir 5 minut, 10 minut malatokchaga turib, keyin ishni boshlab yoramiz.